Kumsat keldik ilim gülcan sizinle. Sandınızga oli himmadir sochi, bag'ringga olgan ulug' izingni. Bolalik shoh olomsan, men seni hamisha qo'msab turaman. Sochimga oq tushdi, lek sendan hamon ozroq cho'ntagimda olib yuraman. Bolalikning eng beg'ubor fasli ayniqsa boshlang'ich sinflarda zo'r o'tadi. Bugungi bayramimiz ham xuddi mana shunday bolalik kabi beg'ubor bo'lishiga o'zini hissasini qo'shgan. Albatta maktab ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va bugungi bayramimizni ochib berish uchun so'z navbatini mazkur maktab direktori hurmatli ustozimiz Dormurodov Farhod akaga so'z navbatini berar ekanmiz. U kishidan eng chiroyli tilaklarni kutib qolamiz. Shoirga dedilar, siz buyuk inson, xalqingiz ardoqlar, hamma taniydi. Shoir javob qildi, menda bir armon, muallim desalar meni qaniydi. Assalomu alaykum ustoz. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Mana bugun maktabimizda savodxonlik bayrami nishonlanyapti. Ulgurolmadik birinchi A sinfda tadbirda ishtirok etishga mana nasib qilgan birinchi B sinfda tadbirda ishtirok etyapmiz. Bu o'quvchilarimizga kelajakda ajoyib tartibli, birinchi navbatda bilimli, zukko farzand bo'lib
yetishishida tilakdoshman. Ota-onalariga qobil farzand bo'lsin. Kelgusida mana shu maktabimizni bitirib, o'qib yurgan davrlarda ham mana shu maktabimizni nufuzini oshirishda xizmat qilsin. O'z bilimi, zakovati bilan, talanti bilan kelgusida maktabni bitirib, shu oliy o'quv yurtlariga kirib, ota-onasiga sadoqatli qolaversa, mahallamizga, yurtimizga munosib o'g'il-qizlar bo'lib yetishsin. Bugungi tadbir barchaga muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga. Kattakon rahmat asos. Hurmatli o'quvchilar, bitta chiroyli qarsak chalamiz. Yo'q, baqirib qarsak chalamiz-ku. Kattakon rahmat. Hamma o'rnidan turadi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Marhamat. Muqaddas opamiz qanchalik mehnat qilganini she'rlar davomida bilib olamiz. Ilmiy qismimizni boshlaymiz. Demak, ilk tovushimiz A harfiga navbatni beramiz. Qo'lingizga gulingizni, sharingizni oling, hamma o'quvchilar. Gullarni sharlab olamiz. Hurmatli o'quvchilar, har bir o'quvchi she'rini aytib bo'lgandan so'ng gul va sharini hurmat yuzasidan ustozimizga taqdim etasiz. Ustozga berasiz. She'r aytib bo'lgandan keyin. Adam bo'lsalar alifbo bo'lingiz doim a'lo.
bo'lsangiz doim dono. Bolalarga boshman, sizlarga sirdoshman. Bahram va nobotimni yozlarda yo'ldoshman. Dilmanda doim dono bo'ling iloyim. Davron Dilshod Dilafruz, do'stim hamisha hamroh. Egaman meni ko'rib, ehtiyot bo'lib kuling ekranda Erkin akam, ertak so'zlar chinakam. Harman men o'zim, fahmlang har bir so'zim. Farida Furqat Farqot, mendan boshlanar faqat. Go'yo quloq tidingiz, guzarlarga o'tingiz. Gul ishladim qo'limga, galam to'shang yo'limga. Har kuni bilingiz, ishda ilg'or bo'lingiz. Iroda, izzat, ikrom, istagi o'qishdaman. Kitan to'xtab yozamiz, katta bo'lsak o'zimiz. Kattani aynan hurmat keladi baxsodat. Ladan lolazimiz, limuzinda o'zimiz. Latif lila latafat, loqitlikka yo'q toqat. Madaniyatlar maktab, mening do'stimdir kitob. Murod, maqsud, mo'tabar, Madina maktub yozar. Ne harfini bilamiz, ne siz nima qilamiz. Noz, ne'mat non bo'ldi, ochil dasturxon bo'ldi. Ochil dasturxon bo'lsin, oyga o'xshar ekan, osmonda uchar ekan. Obid o'g'lim ozoda, ostoning bo'lsin toza. Sahar bilan bilavegiz, kuzda paxta teringiz, po'lat tarfi pokiza, paxta teringiz toza. Qadam qayiq yozamiz, qayirlarga suzamiz. Qishda qarg'a uchadi, qarang qorni qichadi. Rega ruxsat beramiz, rasm sizni yozamiz. Ra'no rahim ruxsora, dono aqlli bola. Simon soatga qoling, so'zning mag'zini chaqing. Sobir Saida Surayyo, so'zda adashmang aslo. Teman tanib olursiz, to'marish deb yozursiz. Toshkent ona shahrimdir, T harfidan yozgimdir. Umuman uchrab ko'p so'zgar, sizga tanish bo'laman. Uzum ummon umida so'zlarni yozaman. Men hududdan bilursiz, varrak so'zim yozursiz. Nasila vohid va il, yozing kelganda galing. Qattiq hadalar meni yozgin taxta-taxtani, xo'roz xola-xola men bilan bo'ladi jam. Zadidila otilni
Chiman tanib olingiz, charchoq bilmay qolingiz, chollarni chaman qilib chaqqon bo'lingiz. Bahar bilan tanirsiz, g'ayrat bilan oqirsiz, qani g'ulom g'afurning g'amini yo'qotarsiz. Ning bordir singilda ham yoki biror ko'ngilda ham, so'ngda dengizda suzdim, daladan bodring uzdim. Ne harfini aytib yigitimiz nomi keldi. Ne bilasizlar? Keling. R harfidagi yigit bu yoqqa keling. O harfidagi yigit. Savol berib ko'rmoqchiman. Muqaddas opani qaysi fazilatlarni yaxshi ko'rasiz? Nimasi yaxshi bo'lsa Muqaddas opamizni ustozimizni? Nimasi yaxshi? Ustoz mehrli. Sizgacha nimasi yoqadi? Sizgacha? Ustoz aqllimi? Mehribonmi? Ayting. Mehribon, Mehribon. rahmdil. Rahmdil. To'g'risini ayting, sizni uradimi yo'qmi? Yo'q. Yashang. Ustoz uchun tekror qarsangiz. Katta rahmat. O'zingizga egallab turasiz. Joy-joyingizga borib turasiz. Endi qizlarga yuzlanamiz. M harfidagi qizimiz, N harfidagi qizimiz, E harfidagi qizimiz o'rnimizga keladi. O'rtaga qo'yamiz. Muqaddas opa qaysi fanni zo'r o'rgatadi? Olimpiada, matematikani qaysi fanni? Ona tili, matematika. Zo'r o'tadimi? Qaysi fanni? O'qish, ona tili so'raydi. Aha. Qaysini? Alifbenichi? Alifbeni yaxshi o'tadi, o'qishni, ona tili, matematikani. Katta rahmat. Ana endi muqaddas ustozimizga rahmat aytishimiz kerak. O'z o'rnimizda turamiz hammamiz. Turing, joy-joyingizga turib oling. Hammamiz 3 marta qarsak chalib ustozimizga rahmat aytamiz. Rahmat deb, tushunarlimi? Hisob to'xtang. 1, 2, 3. Chiroyli qarsak bo'lsin aziz o'rtoqlar. Kattakon rahmat. Hurmatli o'quvchilar, keyingi qo'shiqimiz nima? Dilbar qizlarga navbat beramiz. Yigitlar, qizlar hozir hamma bo'yidagi harflarni yechib bizga beradi. Siz kimni sizdan keldingiz? Ona keladi. Ismi? Munima. Keling davronimiz markaziga. Xolajonim, siz kimni sizdan keldingiz? Nur yog'di. Oh, kim qo'ydi shu ismni? O'zingiz qo'ygansiz. Bu yoqqa chiqing, men sizga alohida gapim bor. Mana shu xolajonim, sizchi kimni sizdan keldingiz? Keling, ismini aytasiz. Shu xolaga ham ayting, kelsin. Shu xolajon, siz ham keling. Toki qizlarimiz tayyor bo'lguncha. Keling xolajon siz. Siz kimni sizdan keldingiz? Keling, xolajon. Keling, mana bu yerga kelib turib olinglar. Keling xolajonlar, kelinglar so'zga. Shu xolani ham chaqirib yuboraylik. Keling, keling. Esdalikka qolasiz. Keling, esdalikka. Esdalikka. Nur ziyodiyman, nur hayotiyman. Oxirgi paytlarda nuri bor bola qani degan bo'lib qoldimda. Lekin eng chiroyli ismni qo'yibsiz. Mana shu sinfda eng chiroyli ismlarni uchratdim. Lekin ism qo'yish bo'yicha xotirib qo'yadigan sinf ekansizlar. Kattakon rahmat. Ana endi eng chiroyli tilaklarni yo'llaysiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar,
Mana bugun nevaram Zuriyadimning Alif bayrami ekan, men ularning tomondasiga eng katta rahmatini aytmoqchiman. Alhamdulillah, shu Navro'z bayramlari bilan, ro'za hayitlari bilan ham tabriklamoqchiman. Rahmat sizlarga, o'qituvchilar. Katta rahmat, sog' bo'ling. O'g'limga ham uzoq umr, baxt, saodat, kelajakda bir egali, mualifli oilaga xizmat qiladigan erkak bo'lib yetishishini iloyim. Rahmat so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum ota-onalar, o'quvchilar. Arifli bayramingiz bilan tabriklayman. Mening nevaramning ismi o'g'il kerak. O'g'il kerak, umri uzoq bo'lsin. Hamma o'quvchilarning umri uzoq bo'lsin, ishlari teng bo'lsin. Kelajakda ma'lumotli bo'lib yetishsinlar. Ro'za hayit bayramingiz bilan hammani tabriklayman. Sog' bo'linglar. Hurmatli ota-onalar, jajji o'quvchilar, sizlarni Alifli bayramlaring bilan muborakbod etaman. Kelajakda yetuk inson bo'lib, elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan yigit-qizlar bo'lib yetishinglar. Assalomu alaykum yaxshi ota-onalar. Mana bugun sizlarning bayramni Alifli bayrami ekan. Mana shu muqaddas ma'lumga ham yaxshi rahmatlar aytaman. Mana Alifli bayramlari ham yaxshi o'tkazib olaylik. O'quvchilarga ham omad, yaxshi o'qishlarda o'qib, yaxshi inson bo'lib yetishsin. Sargan, ketganmiz Tirligimizga sargan, qotib ketganmiz Dilbari, ko'zi qaro dilbar Qaldir qo'shma qoshlari, ishga qaro dilbar Dilbari, ko'zi qaro dilbar Qaldir qo'shma qoshlari, ishga qaro dilbar Mana dilbar, yakta qiyodat mana dilbar, kulishlari chiroyli, devonman maskani, kulishlari chiroyli, sevilmadi chingan, kulishlari chiroyli, dilbari, ko'zi qaro dilbar, qaldir boshma qoshlari, boshga qaro dilbar. To'xtatib, gul qilib o'tiring-da qo'lingizni, gul qilib o'tiring. Onajonlar, endi qarsak chalik baqiribroq. Meni dilbar qizlarimga qarang. Necha baho berasiz? Ya, 5 mi? 1000, million deng. Millionlarga alishmayman bu qizlarimni. Shuncha raqsni o'zlari mustaqil, hech kim o'rgatmasdan o'ynab bergani uchun millionlarga alishmayman bu qizlarimni. Qizlarim o'rnimizda turamiz.
Orqa qatorga kelamiz. Keling, orqa qatorga. Hamma bir-birini dugonada ushlasin belidan. Yoshligimizda eslaysizmi? Agar ota-onamiz rosa qo'rqitgan, agar yolg'on gapirsak, burning Buratinonikiday o'sib ketadi derdi. Ishonardik shu narsaga, haqiqatan o'sib ketadi deb o'ylar edik. O'sha Oltin kalitcha filmidagi Buratinoga atalgan qo'shig'imiz bor. Bir guruh Buratinolar bilan birga raqsga tushamiz. Siz esa baho berasiz. Marhamat. Припев к следующей знаменитой песне был сочинен буквально за одно мгновение. А запев за 1 секунду. Все знают, как его зовут? Злодея он покажет и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Смотрите, Kattakon rahmat. Yigitlar, meni yonimga kelasiz. Qizlarimiz milliy kiyim kiyib olasiz. Qizlarga ruxsat beramiz. O'g'illar bu yoqqa kelasiz. Keling. Yigitlarimizni onalarini ham davlat markaziga chorlaymiz. U kishilar bilan ajoyib bitta musobaqa o'tkazib olamiz. Qanday chiqadi onalar? Sizga kelganmi? Sizga. Onangiz kelganmi? Ha. Kel. Assalomu alaykum. Barcha onalarga bayram xushsiz. Bayram muborak bo'lsin. Bugun biz o'zimizda bolalar bilan sizlar ishtirokingizda ajoyib musobaqa o'tkazib olamiz. Bu juda oson va bu juda qiyin. Osonligi o'g'illar ishtirok etmaydi, qiyinligi siz ishtirok etasiz. Ya'ni hozir men sizga bitta harf aytaman. Siz o'sha harf bilan boshlanadigan buyuk yoki tana a'zosi yoki birorta ism olib kelasiz. Masalan, o'l desa o'g'il kerak olib kelishingiz mumkin, o'tirgich olib kelishingiz mumkin, o'l bilan boshlanadigan narsa olib kelasiz.
Hamma qarasin. Bular izlagan shu bilan boshlanuvchi jism oqilasi farzandingizga berasiz. Shundoqga o'sha harf bilan boshlasin. Harfga diqqat bilan e'tibor qaratasiz. Diqqat, alfabetdagi ilk harfimiz A harfiga to'p keling. Tezroq, o'g'illar pas, onalar to'p keladi. Onalar izlab keladi. A harfiga. Tezroq, 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 tezroq. Aziza, Atirgul, Atirgul. Asilar olib keldi. Atirgul, 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 Atirgul. To'ppa-to'g'ri. Endi keyingi harf bilan boshlanadigan narsa topib boshlaymiz. Diqqat, R harfiga, raketa deganda R ga toping, tezroq. O'zi bo'lsa ham bo'ladi, o'zi bo'lsa ham. Bering, bering. Tezroq, tezroq. Odamni ismi bo'lsa ham bo'ladi, R. Tezroq, tezroq, tezroq. Demak, stop, siz to'xtang. Chunki siz eng kech kelyapsiz. O'g'lingiz bilan davrani tark etib turasiz. Demak, siz olib keldingiz ruchka, ro'mol, ro'mol, ro'mollar, ro'mollar. Sizlar ruchka, ro'mol va ro'mol. Katta rahmat, juda to'g'ri topdingiz. Endigi harfimiz diqqat. Elak deganda E. Elak. E harfiga ketib topamiz. To'g'ri, 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 to'g'ri. Tezroq, tezroq. Tezroq, tezroq, tezroq. Kim qoldi? Kim qoldi? Sizga keldimi? Tak, kim birinchi? Afsus. Stop. Siz qoldingiz endi. Kech keldingiz. Afsus, ikkita o'quvchini ham o'yinimizdan chiqaramiz. Ketdik. Demak, etak, ekran, telefon ekrani. Men o'zim ham yordam berdim. To'ppa-to'g'ri. Etak. To'ppa-to'g'ri. Lekin etakni birinchi bo'lib siz topdingizmi? Kim edi? Siz topdingizmi? Etakni. Katta rahmat. Endigi harfimiz maymun deganda M harfiga. Ketdi. Tezroq, tezroq.
Demak, siz o'yinni tark etasiz. Stop. Siz. Madina to'ppa-to'g'ri. Mahliyo to'ppa-to'g'ri. Mato to'ppa-to'g'ri. Mubina to'ppa-to'g'ri. Mashina to'ppa-to'g'ri. Mato. Muqaddas opa to'ppa-to'g'ri. Zukoriga qoyil. Katta ko'p rahmat. To'xtang. Qizlar joyingizga turib oling. Yigitlar, endi sal qiyinlashtiramiz. Qarang. O'sha so'zning tarkibida boshidami, o'rtadami, oxiridami farqi yo'q. Ne birikmasi bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Ne bormi? Ne. Yordam beraman. Katta. Toping. Nesi bor narsa? Tez. Tezroq. Bu kishi kech qoldi. Afsuski, o'yinimizni tark etasiz. 2 mingga to'ppa-to'g'ri. Hamma qo'lida pul ko'ryapmiz. To'ppa-to'g'ri. Rahmat, to'g'ri bajargan. Endigi harfimiz osmon deganda O harfiga. Bo'ladi. Kim oxiri joyiga kelsa, kech qoldi. Afsus, kech qoldingiz. To'g'ri topdingiz, lekin kech qoldingiz. O'yinimizni tark etib turasiz. To'ppa-to'g'ri, hammangizni ovozingizni eshitib, oyoq kiyib. Endi keyingi harfga yuzlanamiz. Soat deganda S harfiga. Soch, to'ppa-to'g'ri. Bunda bunday qayd etildi. Endi diqqat. Endi taroq deganda T'ga. Tanga to'g'ri. Telefon to'g'ri. Sen ketishlari kerak gaplar. Yuring. Kim birinchi? Durrang. Buni hisobga olamiz. Rahmat. Ishtirok uchun katta rahmat. Zo'r topdingiz, sizlar topdingiz. Tish, to'ppa-to'g'ri. Shab to'kilib. Sinfda eng odobli yigitlardan bittasi mana shu yigitimizga qoyil qolaman. Rahmat. Standart deb ataganmiz bu bolani. Hamma narsani standart bajaradi. Katta rahmat. Ana endi baribir g'olib aniq bo'lish kerak. Diqqat. Endigi harfimiz Ö harfi, o'rdak deganda. Siz kech qoldingiz. O'zim. To'ppa-to'g'ri. O'zim. O'g'il kerak. O'zim. To'ppa-to'g'ri. Finalga juda yaqin bo'lyapmiz. Endigi harfimiz chumoli deganda Ch harfiga. Tezroq. Ch. Tezroq. Sizlar hali ko'rsatib ulgurmadingiz, uchalarini ko'rsatib ulgurdi. O'zim o'yinni tark etasiz. Demak, to'g'ri aytdingiz, Cherniy. Yana. To'g'ri. Endi yigitlar non deganda N harfiga